Assalomu alaykum bozor vaqti uzoq yaqinni kuzatuvchi aka uka opasining qadrlarini hurmatli teletomoshabinlar, hurmatli obunachilar, xudo xolasa sizlarga Farg'ona viloyati Quva Toshyo'l Chorlon bozorida xudo xolasa video syomkalarimizni bo'g'oz sigir qilib chiqarib beramiz. Xudo xolasa yetik bo'g'ozladi. Sizlardan bir donadan like akalar. Xudo xolasa boshladik. Xudo xolasa bugun 10-may sanasiga haftaning yakshanba kuni. Birinchi bolasi xunajam bo'lib, ham nechta litr suti bor? 10 litr suti bor, 8 litrga sinashaveradi. 10 litr sut, 8 litrga sinashaveradi. Puli nech pulda? 28 million kami bor. 28 million so'm kami bor. Ana sizlarga. Nomer aytiladimi? 93lik. 93lik. 808 52 48. 808 52 48 ga aloqa qilib ishqi bozlari bo'lsa, mana akalar. Orqa qoldiradi. 23 million so'm savdosi bo'lyapti, bolasi xunadi. Yetti litr sut, 3 oylik bo'g'oziga bolasi xunadi. 33 million so'm narx aytilyapti. Turibdi bu Farg'ona viloyati Quva Chorlon bozorida kerak. Qoringa bolasi xunajin 35 million so'm narx aytilyapti. 12 litr sutga. Ko'rishlarga ola qoramiz. Farg'ona viloyati Quva Toshyo'l Chorlon bozorida turibdi bu molimiz. 30 million so'm savdosi bo'layotgan bolasini o'z bo'ylari 125 bilan xudo xolasa. Mana sizlar. Juma 1 million so'm narx aytilyapti, bolasi xunajin. Mana bo'ylari 130 lar atrofida xudo xolasa. $33 million so'm savdosi bo'lyapti, bolasi no'g'ri sutlar ko'p sutlar mana. Shutlari. Bo'ylari 135 ta totilgan bolaga xudo xolasa. 28 million so'm jetcha 200 ming kam savdosi bo'lyapti. 28 million 200 ming kam. Bok bolasi xunajin 25 million so'm narx aytildi. 25 million narx. Nima aytyapti? 25 million so'm narx aytilyapti bunisiga. Ana achalar. Bo'ylari 25-30 ga totilgan holatga xudo xolasa, bolasi ham jijjabda ko'tarilgan bo'lib qopti, kattaroq bo'ladi. Mana sizlarga yana bular narxdan oladi. 30 million so'm narx aytilyapti, bolasi novoz. Bo'ylari 25-30 ga totilgan holatga mana. Yana bitta 20 million so'm narx aytilyapti, 8 litr sutga bolasi xunajin. Mana ko'rishlar mumkin.